Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlarga YouTube kanalimizda qiziqarli video chiqarib bordik. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Mana ko'rdinglar, O'zbekistondan hech kimning mana duxi jetmaydi ekan. Qirg'izistondan bizga viziv tashadi. Bizga farqi yo'q. Любой joyga, любой organizatsiyada biza tayyor. Только спортивный интерес bizga. Только bizga bitta условия bor. MMA olamida yangilik. Mahmud Murodov Edelning gaplariga javob qaytardi. Men xohlagan vaqt jang qilishga tayyorman, dedi Mahmud Murodov. U yana jang bo'lsa, albatta g'alaba qozonaman deb ishonch bilan gapirdi. Endi muxlislar katta jang qachon bo'lishini kutmoqda. Sizningcha kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozing va kanalga obuna bo'ling. Bizga viziv tashadi. Bizga farqi yo'q. Любой joyga, любой organizatsiyada biza tayyor. Только спортивный интерес bizga. Только bizga bitta условия bor. Finansiviy условияni bizani qanaqa условияmiz bor qilsa, любой joyda, любой vaqtda biza tayyor. Lekin yana bir marta aytaman, только спортивный интерес. Shunaqa hype qilishni, yoki gaplashib yurmaymiz. Yana bir marta aytaman. Men tayyorman. Любой joyga, любой соперник bilan. Lekin menga условиям bor, kontraktim bor. Pul bo'lsa, biza tayyor. Любой joyga. Только спортивный интерес. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Mana ko'rdinglar, O'zbekistondan hech kimning mana duxi jetmaydi ekan. Men boshlayin degan emasman. O'zinglar boshladinglar, жаңа trenerlar boshladi. Menda da namus bor. Xatanbek, sen o'zingcha alding deb istoriyangda seriozный bo'la berbe. Hamzat bilan 2 jol suratga tushib olib. Hamzatni ko'rdinglar. Ne bo'lganini, ne bo'lib turganini. Senden güçlü, senden звезда Shoh Hasanda da o'tqam. Aradan 4-5 yil o'tdi. Namusida yo'q ekan. Revanş alıp meni qayra o'tayin degeni. Ökөөбүз chiqsak, точно ошондой ситуация болот. Спорттон жылайан кайтып кетет. Men сүйлөгөн сөзүмө жооп берем. Именно ушу Хатанбек мени токтотот, сындырат дедиңерби? Мен эми Хатанбекти сындырам. Жасур, давай силер уюштуруп бергиле. Бул турнирде мен уруша албайм. Июлда боюм бар. Кийинки турнирге коюп бергиле. Башына Хатанбекти, аягына Махмуд Муратовду коюп бергиле.